Rahmat Alimov, marhamat. Assalomu alaykum. Ma'sum Rahmat. 2008-yilman. Yaqinda bog'chadan ko'rib qoldim. Shunaqa yoshdaman, что bog'chadan ko'rib qolsam, prям taniyman. Chunki esimda. Bog'chadan ko'rib qoldim, so'rashim kelmadi to'g'risi, chunki esimda yoshligim turganlar. Qo'rqaman. Shu yoshimgacha ikkita ayol kishi urgan. Bittasi bog'chapam, bittasi onam. Bog'chapam sal avaylab urardilar. Birovni bolasi. Onamda sal boshqaroq edi. O'zimmi o'g'lim. Вот. Siz o'slam yoshlanib ketyapsiz. Qayerga ketyapsizlar, hayronman. Buzilib ketyapsiz. Betarbiya. Вот. Yaqinda bittasi garshovdan tura olmayapti. Tasavvur qilinglar. Bizda paytda garshov emas edi. Uzr, bu gaplarni просто kattalarga o'xshash uchun aytdim. Men turadigan joyda aroz sotadigan joylar juda ham ko'p. Shuni hisobga alkashlar ham ko'p. Bu menga yoqmayapti. Chunki oldin men alkashda joy turganman. Esimda biz har yili bir marta alkash ko'rardik. Qishda. Ko'rganimizda hayotimizda rang paydo bo'lardi. Nimadir qiziqarliroq narsa. Shunaqa chekkaroqda turganman. Esimda yoshligimda agar bu ko'chadan Brad Pitt, bu ko'chadan alkash bo'lsa, biz alkash tanlardik. Chunki Brad Pitt alkashlarga yura olmaydi. To'g'risi. Xullas shunaqa, bir kun sinfdoshlarim bilan chiqib, uxlayotgan alkashga qarab turibmiz. Bizdan hobbi edi u. Uxlayotgan alkashga qarab turibmiz, takoy bitta do'pilyaga keldilar-da, alkash uyg'otib urdilar. Hayronmiz biz ham, nima bo'ldi takoy. Mahallamizda bitta alkash yonida olishimiz kerak. Turdik. Urmang bizdan alkash. Mahallada o'zi bitta alkash bor. U ketsa nima qilamiz? Bizni maktabdan qo'shdi tushundik. To'g'risi. Xo'p, yana nima aytib beraman? Yana bir kuni Asnovga turibman, xullas bitta alkash keldi yonimga. Nonga pul bera olaysanmi, o'g'lim dedi. Bilmadim, nega o'g'lim. O'g'lim dedi, alkash aka, hozir pul bersam ichasiz-ku yana dedim. Yo'q dedi, cho'mchagidan butilkan olib, aro bor уже dedi. Tushunasizlarmi, u alkashda vыбор bor edi, tam non bilan aroni o'rtasida. U aroni tanladi. Shunaqa. Shuning uchun men har kuni erta magazinga kiraman, hozirgi kiradigan magazinimda non sotadigan joyda aro ham sotadi-da. Menda ham vыбор har kuni. Shunaqa. To'g'risini aytaman, birinchi marta alkash ko'rganimda men uni qora bor deb o'ylaganman. Chunki yoshdan o'xshaydi-ku, tam soqoli bor, sochi bor. Bir ikki metr narida qor qiz qusyapti. Da. Kim opasi bor? Opasi bor kimdir? Mening opam bor, tushunishlik uchun aytaman, men opam tug'ilgan kunlardan bir kun oldin tug'ilganman. Faktichki opamdan bir kun kattaman. Nega opam uni tan olmaydi? Hayronman nimaga? Men tug'ilganimda meni olishganda opamga sovg'a qilib berishgan. Keyin tushuntirishdi, bu hazil bo'lgan ekan, lekin opam tushunmagan, meni hali ham o'zini qul deb o'ylaydi. Opasi yo'li menga havas qilishadi ham, "Sen opang bor, uyda chiqmasang kerak." Men ularga aytaman, "Hech qaysi aka olib urganda ko'ra olmaydi." To'g'risi. Men bu dunyoda ikki narsadan qo'rqaman. Birinchisi opam ovqat qilishidan, ikkinchisi u ovqat o'xshamasligidan. Chunki opam meni qo'y deb o'ylaydi. Любой ovqat yeb uradigan. Вот. Oxirida nima demoqchiman? Harbiylarning hayotida bitta qusayotgan alkashni ko'rish tilab qolaman. Chunki bu mo'jiza. Hammaga rahmat, menda hozir shu.